Yevropada necha yil bo'ldi Yevropada yurganingga, ya'ni Chexiya ham Yevropani bir qismi. O'qish yoki yashashdan seni eng hayratga qoldirgan narsa nima bo'ldi Yevropada? Menga eng hayratga qoldirgan narsa yashashda, bilasan, Yevropada Schengen viza ishlatiladi, to'g'rimi? Schengen vizaga bir 20 tadan oshiq davlatlar kiradi. Menga hayratlangan narsa shu bitta davlatda Schengen vizasini olasan, qolgan 20 ta davlatga bemalol viza borib kelishi mumkin. Umuman sandan sayohat qilishda umuman nimalar bo'lmaydi. Problemalar bo'lmaydi umuman. Bemalol shu bitta davlatda Schengen, misol Chexiyada Schengen vizasini olasan, u viza bilan